Assalomu alaykum va rahmatulloh, hurmatli qadrdonlar. Bugun sizlar bilan YouTube sahifamizda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa hovlilarga yoki do'konlarga yoki qanaqadir qurilish obyektlariga ishlatiladigan shunaqangi zina qismlari haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Sizga ham inshaalloh videomiz manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Videoga like bosing, biz boshladik. Zinalarimiz haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. Shu Skankor zavodida ishlab chiqarilgan zinalarning eng uzuni 1,5 metr hisoblanadi. 1,5 metrga yaxlit orasiga chok tushmagan holatda bokovoy ham 15 yoki 20 gacha bo'lishi mumkin. O'zini materialda qalinligi 2,5-3 cm bo'ladi. Xo'p, mahsulotimizni narxiga keladigan bo'lsak, 1 metri 110 ming so'm. Yig'ini masalan o'shanga qarab chiqazib olinaveradi. Bular tabiiy toshlardan tayyorlangan mahsulot. Xo'p, keyingi mahsulotlarimiz masalan xonadonlarga ko'proq ishlatiladi, hovlilarga, masalan, tanlagan burchatkalariga mosroq qilib, ranglarini o'xshatib beramiz. Xo'p, bu hammasi noodatiy zinalar, sababiki oldin faqat 30 ga 30 zina bo'lardi. Endi bu zinalarimiz hammasi 120 ga yaxlit orasiga chok tushmagan holatda bo'ladi. Xo'p, bu zinalarimizni bir donasi 80 ming so'm. Bokovoy qismi alohida bo'ladi. Bokovoyga o'zlari nimalardan kelib chiqib, sokinlarning holatidan kelib chiqib, qora yoki shunga o'xshagan granit qo'yishlari mumkin. Bunisi ham xuddi shunaqangi. Bularning yaxshiligi tormozi zo'r. Sirpanib ketmasligiga to'liq ta'minlaydi. Bunisi ham xuddi shunaqangi, razmeri 120 ga 30 bo'ladi. Bunisi 30-35 gacha bo'ladi bular. Bu shirshawisi juda ham tormozi eng yaxshisidan biri mana shu. Masalan, tormozi zo'r bo'lgani bilan ba'zi holatda chang yig'ishi mumkin. Bir tomondan shunaqa joylar ham bo'ladi. Xo'p, mana shu zinamiz hozirda eng trenddagi zinalarimizdan biri. Bunaqasiga 120, 1,5 ham qilib bera olamiz. Bular hammasi quyilgan variant bo'ladi. Lekin hamma mana bu toshlari tabiiy tosh bo'ladi. Bunda hech qanaqangi sun'iy ranglar aralashmagan. Buni masalan ko'p qavatli binolarga ham bemalol tavsiya qila olamiz. Podyezd qismlariga, o'sha lestnitsalarga. Bularimizni ham 1 metri 110 ming so'm, 120 ming so'mgacha. Xo'p, bunisi bu bunaqasiga eniga 35, uzunligi 120. Bu Eron kafil bu. Bu 155 ming so'm shu komplektida. Xo'p, bularimiz ham, bular hammasi bleski juda ham bleski yaltirash darajasi juda ham baland bo'ladi. O'z ko'rib turganingizdek, mana shu holat juda ham chiroyli holatda chiqdi, ranglari. Keyin bitta narsani aytib qo'yish kerakki, bu toshlar qancha qalinlikda bo'ladigan bo'lsa, zinani eng ochadigan joyi mana shunaqangi oldi qism bo'ladi, faskasi bo'ladi. Tosh qancha qalin bo'lsa, shunchalik bunaqangi yumaloq holatda faska qilinsa, o'sha joyi eng chiroyli holatda ochadi. Mustahkamlik darajasi ham qalin bo'lgandan keyin mustahkam bo'ladi. Bularimizni ham xo'p, santimetrga qarab 110 ming so'm, 120 ming so'm, 1 metri bunaqangi o'zini bokovoy qismi bilan tayyor holati. Tayyor o'zi charxlangan holatda bo'ladi. Bunisi bu oq bilan qora toshimizdan mix qilib tayyorlangan variantimiz. Hammasi bunaqangi o'zini 4 ta chizig'i bo'ladi, liniyasi. Yaltirash darajasini o'zingiz ko'ryapsiz. Bularni ko'proq salqinroq joylarga tavsiya qilamiz. Demakki, to'g'risini aytadigan bo'lsak, kerak bo'lsa, qimmatbaho tim qora toshlar ham doim quyosh tushib turadigan joyda ozroq ochirish mumkin. Buni quyoshga qo'ymayli demaymiz, qo'ysa bo'ladi, lekin salqinda quyoshga nisbatan ko'proq chidaydi. Rangi o'chib ketmaydi. Bularimiz ham high-tech ko'rinishdagi zinamiz. Oyoq qo'yadigan joyi tormoz vazifasini bajaradi. Bu tomoni silliq, kir ushamaydi. Juda ham zo'r holatda mana shu. Bular 80 ming so'm donasi. Xo'p, bu zinamiz. Mana shu zinamiz 2026-yilda chiqdi. Juda ham bogatiy holatda chiqdi. Bu ukrainskiy kapusta bo'lardi. Tabiiy tosh. Hozir juda ham narxi qimmatlashib ketgan. O'shanga juda ham o'xshash holatda chiqdi bu. Bularimiz ham metri 110 ming so'm, 120 ming so'm bo'ladi. Bularni asosan qalinligi bilan nimasidan kelib chiqib narx qo'yiladi. Xo'p, bu toshimiz tabiiy tosh.
tabiiy travertin toshimiz. Bu 120 ming so'm metri. Bu ham 30 ga 120. Buni 1,5 ham qilib bera olamiz. Shularning hammasini 1,5 gacha qilib bera olamiz. Mana bunisi juda ham noodatiy holatda chiqqan. Mana shuni ko'rsangiz, haqiqatda juda ham qimmatbaho toshlarni, haqiqiy tabiiy toshlarning effektini bergan. Bular o'zi aslida hammasi tabiiy. Bemalol qo'rqmasdan tabiiy tosh desak bo'ladi, sababiki bularni ichiga qo'shilgan hammasi tabiiy holatdagi toshlar. Faqat sement bilan aralashtirib, quyib, yuza qismi shunaqangi shlifovka qilib, polirovka qilgan. Bu hali oddiy stanokda faqat yuzini shilib qo'ygan emas. Bu ham shlifovka, ham polirovka bo'lgan. Bu mahsulotlarimizni ham narxi metriga qarab 110 ming so'm, 120 ming so'mdan hisob-kitob qilinadi. Bokovoy qismi 15 yoki 20 gacha bo'lishi mumkin. Balki bokovoy qismini umuman olmayman desalar, buni o'zini hisoblab beraveramiz. Xo'p, galdagi bu zinamiz. Bu ham mix variantdagi zinamiz. Oq, qora hamda travertin toshlardan tayyorlangan. Plashatkasiga ham mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hammasini plashatkasiga o'zini materialdan plashatka qilingan. Masalan, 30 ga 30 yoki 120 ga 30 holatda. Bu zinamiz ham qalinligi masalan 2,5 yoki 3 holatda oldi qismini shuni yumaloq qilib faska qilinadi. Bu masalan zinani sotganda aytilayotgan narxlar tayyor mashaqangi zina holatda. Masalan, listini o'zini berib, mana polirovkasiga yoki mana chiziqlariga alohida haq olinmaydi. Keyingisi, masalan, tim qora, qorani xush ko'ruvchilar juda ham ko'p. Buni ko'rib turganingizdek, eng orasida chiroyli zinalarimizdan biri. Buni masalan ichki qismlarga qo'ysa ham bo'ladi, interyerga ishlatsa ham bo'ladi buni. Bunimizni ham narxi 110 ming so'm, 120 ming so'mgacha 1 metr. 1 metr ichida mana shu ikkita detal bo'ladi. Oldi qismi shunaqangi yumaloq holatda, faskasi ochilgan holatda bo'ladi. Xo'p, bunisi eng trenddagisi travertin mahsulotdan tayyorlangan. Bunimizni ham narxi qolganlarniki bilan bir xil, 110 ming so'm, 120 ming so'm 1 metr. Bokovoy qismi 15 yoki 20 chiqib berishimiz mumkin. Mana shu tanlagan bu zinalaringni hammasini masalan o'ziga mos holatda burchatkasi, sokili, fasadi bor. Bir vaqt o'zida shuna kelib, hamma ishingizni bitirib ketishingiz mumkin Chuskankortda. Chuskankortda 30 xildan oshiq zinalarni topishingiz mumkin. Masalan, bu zinamizni plashatka qismiga 15 ga 30 razmerdagi mahsulotlarni terganmiz. 120 lik joyga 30 ga 30 lik shunaqangi yuza qismi polirovka qilingan zinalarimizni terganmiz. Bunisiga esa tabiiy mramor toshlarimizdan terganmiz. Buni ham 120 ga kesib tayyor holatda qo'yganmiz. Plashatkasi juda ham ajoyib tema bo'lgan. 10 ga 30 holatda, buni yolka holatda terilgan, archa holatida. Xo'p, bundan keyingi zinamiz masalan tabiiy toshlar bular. Ko'ksaroy toshimiz. Buni ham 120 ga holatda terilgan. Keyin masalan ko'pchilikda shunaqangi zinalarni ixcham-ixchamali plashatkalar bo'ladi. Bu mahsulotimiz nomi Safir deb nomlanadi. Razmeri 14 ga 14. Juda ham chiroyli holatda chiqqan. Bularimizni narxi kubik grandli holati 140 ming so'm bo'ladi. Sababi bunda kichkina mayda kubiklar rosa ko'p ketadi. Aynan shu Safir mahsulotimizdan zinani pog'onalarga ham terilgan. Masalan, aytish mumkin kimdir, mana zinamni oyoq qo'yadigan o'sha nimasi, oyoq qo'yadigan joyi 50 yoki undan ixchamroq yoki 45 shunaqangi joylarga, nestandartli joylarga, masalan, mramordan yoki boshqa materialdan shunaqangi ishlov berib, orqadagi plashatkasiga maydaroq detaldagi mahsulotdan terilsa juda ham chiroyli chiqadi. Bu zinalarimiz esa razmeri 30 ga 30 bokovoy qismi, pastki qismi 15 ga 30 holatda bo'ladi. Ko'pchilik hovlilarda ko'p uchraydigan zinalardan bu. Yaxshiligi torimizi juda ham yaxshi. Keyin baribir har qanaqasiga orasiga chang kiradi, lekin bu rang podmramorli rang deyiladi. Changi bilintirmaydi.
Bularimizni bir komplekti 16 ming so'm. Qalinligi 2,5 santimetrgacha bo'ladi. Bu tabiiy treytni qorishmasdan tayyorlangan mahsulot bo'ladi. Buni plashatkasiga esa razmeri 24 ga 24. Yangi chiqqan modelimizdan terib qo'yganmiz. Kubiklarni grantli qilib. Masalan, uzun yo'laklar bo'ladi. Masalan, doroshkasi uzun joylar bo'ladi. Tayyor odamlarga tushunarli bo'lishi uchun shunaqangi namuna qilib qo'yganmiz. Bu modelimiz. Mana shu modelimizni shu showroom zalimizda terganimizga bir 5 yil bo'ldi shekilli adashmasam. Har yili yoki har 2 yilda zinalarimiz o'zgaradi, lekin bunisi o'zgarmaydi. Bu zinamiz juda ham chiroyli holatda chiqqan. Padmaramirniy variant. 18 ming so'm bir komplektda. Bitta bolasi, bitta onasi, o'sha ikkita detal 18 ming so'm. Keyingi zinamiz boyagi zinamizni oq varianti. Hozir ko'pchilik oqpoq variantni ko'proq xohlashadi. Buni asosan juda ham loy bo'lmaydigan joylarga tavsiya qilamiz, sababki baribir orasiga chang kiradi. Plashatkasiga 14 ga 14 safir mahsulotimizdan terib qo'yganmiz. Xo'p, bunisi high-tech ko'rinishdagi zinalarimiz. Bu ham razmeri 30 ga 30 zina. O'zi standartda 15 bo'ladi balandligi, 15 ga 30. Plashatkasiga 15 ga 30 high-tech ko'rinishdagi mahsulotimizdan, variantimizdan terganmiz. Xo'p, bu zinamiz shu ikkita detal 11 ming so'm bir komplekti. Tepa qismi esa 47 ming so'm 1 metr kvadrati. Mahsulotlarimizning hammasi bir suloylik, ya'ni boshidan oxirigacha to'liq bir martada quyilgan. Xo'p, bu endi juda ham hashamatli shohona zinamiz. Buni yaxshiligi ko'pchilik uchun, masalan, ko'pchilikga zinasi 50 yoki 40-45 shunaqangi nostandart bo'lishi mumkin. Oldi qismiga bunaqangi palasamizni 10 mi, 12 mi, 15 gacha qilish imkoni bor. Oldi qismi shunaqangi faskalangan bo'ladi. Orqa qismi plashatkasiga shunaqangi pianino variantida terib qo'yganmiz. Bu zinamizning narxi joyi razmeridan kelib chiqqan holatda bir pog'onasi 100 ming so'mdan 130 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Plashatkasi esa 130 ming so'm shu varianti. Bu zinamiz, masalan, ko'pchilikga zinasi 1 metrlik zina ham ko'p uchraydi bizda. 1 metrlik zinaga nima qilamiz? 120 likdan qilsak 10 sm kusoq tushadi deydiganlarga 3 ta zinamiz, har biri 33 dan 99 bo'ladi. Mana bu choklari bilan birga boradi. Kesilmasdan 3 ta zina tushadi. Xo'p, bularimiz 17 ming so'm bir komplektda. Plashatka qismi esa kubik grantli holati 80 ming so'm, 20 ga 20 mahsulotimizdan terganmiz. Juda ham chiroyli holatda. Ikkiga bunaqangi yaxlit zinalarimiz razmeri 30 yoki 35 ga 120. Masalan, Chustkanko showroom zaliga kelib yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlar orqalimi har qanday holatdagi sokil burchatkalarni tanlasalar, zinalarni ham xuddi shunga moslashtirib beraveramiz. Masalan, mana shu mahsulotimizdan, mana shu burchatkamizdan tanlaydigan bo'lsalar, bunga mosroq shu birinchi turgan zinamiz yoki farqi yo'q. Qaysi mahsulotdan tanlasalar, zinalarni ham xuddi shunga moslashtirib beraveramiz, xudo xolisa. Sizlarga ham shunaqangi zinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyidagi nomerlar orqali biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolisa, xohlagan usuldagi zinangizni tayyorlab beramiz. Videoga albatta like bosing, bizni kuzatishda davom eting.